Joriy yilda Buxoro viloyati tumanlaridan birining sog'liqni saqlash bo'limi hamda dori-darmon va tibbiy buyumlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat o'rtasida 1 milliard 2 million so'mlik shartnoma tuzilib, tibbiy buyumlar xarid qilingan. Dastlab umumiy summaning 30% jamiyat hisob raqamiga o'tkazib berilgan, ammo tuman sog'liqni saqlash bo'limi mudiri qolgan 70% mablag'ni ko'chirib berish hamda kelgusidagi xaridlarni ham ushbu jamiyat orqali amalga oshirish evaziga yuqoridagi shartnomada ko'rsatilgan mahsulotlar umumiy qiymatining 15%ni, ya'ni 150 million so'm miqdorida ulush talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda mansabdor shaxs so'ralgan pul mablag'i hisobidan 11.800 AQSh dollarini o'zining turmush o'rtog'i orqali olgan vaqtida uning noqonuniy harakatlari fosh bo'ldi. Shuningdek, u joriy yilda tumandagi oilaviy poliklinikalar xodimlari uchun yarmini qaytarish sharti bilan jami 448 million so'm miqdorida rag'batlantirish mablag'lari ajratib, hozirga qadar ushbu summaning 92 million so'm qismini qayta yig'ib olganligi ham aniqlandi. Holat yuzasidan Sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'iga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi B, V bandlari hamda 167-moddasi 2-qismi G bandi bilan, mas'uliyati cheklangan jamiyat vakiliga esa 211-moddaning 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.